Dog'lasa shiferlarni ham uстановка qilyapmiz, ko'rishlaringiz mumkin. Temirga qotirib uстановка qilib beryapmiz. Bu ishimiz Andijon viloyatida bo'lyapti, Asakada. Butun O'zbekiston bo'ylab xizmat qilamiz. Ko'pchilik so'raydi, shiferda temirga qanday qatirasizlar deydi. Shu mana shurub bo'ladi, 10 santimetrlikda. Uzunligi 10 santimetr, ustida mana galobka shaybasi ham bo'ladi. Shu bilan qotirishlar normallik bo'ladi. Ko'rishlaringiz mumkin mana. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol telefon qilishlaringiz mumkin. Bu izlanamiz konteyner materialdan bo'lyapti. Kvadratlar 150 mingdan 250 minggacha joyda holatiga qarab chiqaradi. Izlanamiz ko'rishlaringiz mumkin. Pollari ham konteyner listlaridan. Bu narigi ishimizga ham ancha bo'ldi, 1 yilcha. Endi bu yoqqa navbat. Bu to'yxona. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol telefon qilib so'rashlaringiz mumkin. Nomerlarim 88lik 233 038. Butun O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Bolalarda ishlashiga ham baho bermaslar. Bir toshiganda ikkita shifer toshiydi bolalar. 15 yil stajga egamiz. Bemalol telefon qilishlaringiz mumkin.